borolmayman. To'yga borolmasak ham moshina. Nimaga? Onam ish buyurib qoldi. Bo'l tamom. Всё. Nima desa, u solayotgan paytda emas. Ona zarilmi, ota dada zarilmasa, bu mana ketyapti. Bo'l chetda. Men aytdi edim, unaqa edim. Yo'q. Bo'lmaydi u. O'tirish kerak, gaplash kerak. Bor endi bolam, ishingga deb duo qilsa, ana turing. Inshaalloh ishingiz ana yugurib boradi. Nimaga? Chunki mana masalan, manuni tagida pulni olish uchun buni aniq olish kerak. Olmasdan pulni ola olmaysiz. Allohning roziligi, mana ota-onaning roziligining tagida turadi akalar. Tagida. Allohning roziligi kimga kerak emas? Kofirga kerak turibdi. Nima qiladi? Rozi qiladi, keyin manuni topadi. Mana oddiy misol bu. Nimaga? Ota-onani Alloh o'zining roziligini ota-onaning roziligiga bog'lab qo'ygan akalar.